Zamchas bozorda ham magazinlar talash bo'lib, narx-navo palon summaga ko'tarilib ketdi. Siz turganlaringni bugun bu do'konimiz arzon narxda sotiladi. Joyimizda yana ham aniqroq lokatsiyasi haqida tushuntiradigan bo'lsam, Qarshi Kurukka yetmasdan o'ng qo'lda Avtomol 12-B blok 8-do'konimiz bugun arzon narxda sotiladi. Bu do'konning ichki qismi bilan sizlar bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Do'konimizning ichki holatini ko'rishingiz mumkin. Umumiy kvadrati 36 kvadrat metr. Joyimizda ko'rishingiz mumkin. Polkalarimiz tayyorlab qo'yilgan. Kelasizlar, biznesni boshlaysizlar, soqqani qilaverasizlar. Qo'shni vaqtinchalik sklad sifatida arenda to'lab foydalanib turgan ekan. Xarid qilsanglar, 1 soat ichida bu skladimizni bo'shatib berishadi. Narx-navo bilan qiziq ko'rdik. Mana shu qatorda do'konlarning kvadrati 1200-1500 dollardan sotilayotgan ekan. Biz bu do'konni hozir arzondan arzon kanalda sizlar uchun egalari bilan savdolashib, kvadratini bor yo'g'i 1000 dollardan beri o'radigan bo'ldik. Ulgurib qolinglar. Yana ham bizning nomimizdan sira kelishiladigan joyi bor. Arzondan arzon kanalni kuzatishda davom eting.